Swiss Buxoro avtosaloni yangiliklar qilishda to'xtamayapti. S06 mashinalarimiz yetib keldi. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizda S06 mashinalarimizni yangi pozitsiyalari va Swiss avtosalonidagi S07, S09 mashinalarimizni batafsil ma'lumotlarini berib o'tamiz. Albatta hamma uchun qiziq bo'lgan S06 mashinamizni gibrid varianti ham yetib keldi sotuvga. Narxlaridan 20 milliongacha chegirmalar e'lon qilingan. Hozir to'liq ma'lumotini Lazbek ukam bilan berib o'tamiz. Lazbek, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Assalomu alaykum Rashidjon Farmonov kanali obunachilari. Bugungi obzorimiz aynan Swiss Buxoro avtosalonida. Hozir akamiz bilan birma-bir sizlarga modellarimizni birtadan obzor qilib beramiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni unutmang. Lazbek, bugungi videomizda yangiliklarni, zo'rlarini bir tanishtirib berising. Xuddi shunday aka. Bizning Swiss Buxoro avtosalonida yangiliklarning juda ham kattasi, ya'ni Swiss S16 ni 3 xil komplektatsiyasi yetib kelgan. Hozir birma-bir aka obunachilarga obzorni berib o'tamiz. O'tgan videomizda faqat bitta pozitsiya ko'rsatdik. Bugungi videomizga gibrid ham keldi, ha? Xuddi shunday aka. Endi bitta videoni boshlashdan avval bitta manzilni aytib o'taman. Bizning manzil Buxoro shahar, Gazli shoh 500 Xitoy devordan o'tgandan keyin aka bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib bemalol kelaverasizlar. Bo'ldi Lazbek, endi mashinalarni bir farqlari bilan tanishtirib bersang. Xuddi shunday. Ana bu ko'rib turgan modellari Swiss S06 komfort pozitsiyasi hisoblanadi, ya'ni birinchi pozitsiyasi. Bu mashinamizda 1.5 turbina motor, 156 ta o'tkichi MPI dvigatel hisoblanadi, ya'ni 100 foiz gazga ishlaydi aka. Bu birinchi pozitsiyasi, ha? Xuddi shunday birinchi komplektatsiyasi hisoblanadi. Bu mashinamizda rasxodiga kelsak, bu mashinamiz o'rtacha shahar ichida akajon 6,5-7 litr rasxod qiladi. Dalniga esa 5 litrgacha rasxodi tushadi aka. Bu juda ham ideal degani, endi bu mashinamiz juda ham ekonomni hamda qulaylikni yaxshi ko'rayotgan akalarimiz uchun aka 100% gazga ishlaydi. 100% gaz tushadi. Benzin rasxod qilmasdan harakatlanadi. Xuddi shu aka, undan tashqari metan ham bemalol o'rnatilsa bo'ladi aka. Endi bu aka xalq kutgan model, juda ham ko'p kishi buni so'rayotganda, yana shu modellarimizdan salon ichiga kirgizib qo'ydik. Yana bitta narsani aytib o'taman. Swiss Buxoro saloniga kelasiz, qanaqa model, qanaqa rang, qanaqa salon ichi desalar aka, 1 soat ichiga o'tlarga rasmiylashtirib beramiz aka, unda muammosi yo'q. Narxidan necha pul chegirma qilib berasizlar, Lazbek? Aka, yangi kirib kelgan modelga narxidan naqd 20 million so'mgacha chegirma qilib beramiz aka. Undan tashqari mashinamizga aka 2 yillik rassrochka ochilgan aka. 2 yillik rassrochka. Xuddi shunday bemalol kelib 24 oygacha foiz va penalarsiz xarid qilib olishlari mumkin aka. O'zini pulini. Xuddi shunday. Bo'lib to'lashga. Undan tashqari 25% minimal to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha imtiyozli avtokredit asosida chiqarib beramiz. Avtokreditga imtiyozli yo'li bor. Xuddi shunday. Keling bitta buni salon qismini bitta ko'rsatib o'tsangiz obunachilarga. Oldi ko'rinishlari Lamborghini Urusga o'xshaydigan S06 mashinamiz. Ballonlarga kelsak aka, 18 ballonlarda kelibdi aka birinchi pozitsiyamiz. Nezavisim podveskalar, 4 ta ballon ham o'zini sovutadi. Bitta salon ichiga bitta e'tibor bersang, mana o'sha oldingi videomizda ham birinchi pozitsiyasi bor edi. Hozir ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarni ham farqlari bilan xuddi shunday tanishtirib beradi. Aka, bu mashinamiz ham birinchi pozitsiyaga bo'lishiga qaramasdan salon ichi koja hamda start stop, голосовой управлениялari bor, barlarda холодильник, undan tashqari полностью splashnoy monitor, bemalol YouTube, CarPlay qo'yib ishlasalar bo'ladi. Elektron sidenalar. Barcha funksiyalari bor aka. Bu birinchi pozitsiyamiz, hattoki bagaj ham aka elektron tarzda bemalol ochib yopib bilasiz aka. Xohlasangiz salon ichidan, xohlasangiz tashqaridan, xohlasangiz puldan aka. Bagajga ham bitta e'tibor bersak aka, bagaj ham juda ham keng, 500 litr объемga ega. Undan tashqari pastki qismida kerakli jihozlari, domkrat ключ, zapaska hamda aka qolgan jihozlar, har bitta kerakli jihozlar. Undan tashqari aytib o'tganimdek elektron bagaj. Orqa qismiga ham o'tsak aka, orqa qismi ham juda ham chiroyli ishlangan. Ya'ni aka birta ham lampochka ishlatilmagan holat 3D LED farlar. Bemalol Swiss Buxoro saloniga kelsalar aka, chiqarib beramiz. Qora rangdasin desalar, qora rangni chiqarib beramiz aka. Oq desalar, oq, ko'k desalar, ko'k, qizil desalar, qizil. Narxi necha puldan qilib beryapsiz, Lazbek? Hozirgi kunda aka buni tannarxi 344 million so'm aka. Birinchi kelgan 100 ta obunachilarimizga naqd 20 milliongacha chegirmalari bor. Bonuslardan tashqari bonuslarni video davomida aytib o'taman aka. Biz bonus deganga 3-4 millionga bonus demaymiz, naqd 15 million so'mga bonus qilib beramiz aka. Demak, naqd pulga olaman desa 324 milliongacha olsa bo'ladi. Xuddi shunday. Bemalol aka, shunday kelinglar, 1 soatning ichiga o'tlarga rasmiylashtirib beramiz aka. Shuni 40% ni to'lasa demak, rassrochka bemalol aka, rassrochka evaziga xarid qilib olishlari mumkin. Tushunarli. Swiss Buxoro saloniga kelib. Keng gibridlari ham bormi? Xuddi shunday aka, keling yana bitta benzinlik pozitsiyasini bitta ko'rsatib. Xo'sh. Bu mashinamiz aka 1.6 turbina motorligi. 1.6 motor. Endi aka Swiss S07 bilan birinchi pozitsiyasi bilan ikkinchi pozitsiyasini farqlab bo'ladi aka.
Nimagaki pastki qismida ozgina aka farqlar bo'layotgan joyi bor. Suis aka, Suis S06 modellarimizni umuman farqlar bo'lmaydi aka tashqaridan. Bu mashinamiz bir xil aka, xohlasangiz gibridini ko'ring aka, Broncoligini, 5ligini ko'ring. Asosiy farqi diskaskalar tashqi ko'rinishdan farqlab bilmaysiz. Bu mashinamizga kelsak, Brol turbina motor aka, 197 ta o't kuchi GDI dvigatel aka hisoblanadi. GDI motor. Xuddi shunday. Ya'ni aka, bu mashinamiz aka, bitta narsani aytib o'taman. Germaniya bilan ishlangan motor ходовой полностью Germaniya. O'sha uchun aka biz mashinamizga naqd 200 ming kilometr motorga garantiya beramiz. Undan tashqari mashinamizning o'ziga 6 yil. Agar propan o'rnataman desalar aka, yana garantiyani ustiga yana 1 yil suyuz buxor avtosalon qo'shib beradi aka. Kafolat yana qo'shiladi. Xuddi shunday. Bunaqa garantiyani ham aka Bronto avtosalon bermaydi. Uzoq bilan shu 5 yilgacha garantiya berishi mumkin. Bunaqa 7 yillik garantiyani bermaydi. Diskalariga kelsak 20 dyumli ballonlar bilan keladi aka, ya'ni katta ballon. Nezavisim podveskalar, bitta ballonni alohida ishlaydi, plus 4 ta ballonni ham o'zini sovutadi. Pastki qismi ham aka shuma izolyatsiya qilingan, barq qilingan. Mashina o'zi zavod holatidan 65 foot shuma izolyatsiya holatda keladi. 65%. Xuddi shunday. Aynan shahar bo'lib, gabarit jihatdan ham, kuzov jihatdan ham juda ixcham va juda qulay. Бескуличевой достуp, слепой zonalari bor aka, abduf abagrev, orqa qismlarida ham mavjud aka. Panorama lyuk hammasida bor, ha? Hammasida aka Suis avtosalonga kelsangiz, barcha mashinalarda panoramli lyuk. Buni o'zi ikkinchi pozitsiyasida skorost check mana bu yoqqa o'tgan уже. Birinchisida bu tarafda edi, ikkinchi pozitsiya farqlari bor. Bemalol aka gitarasmon. Skorostga sherdan urib ketasiz aka. Amerikanskiy mashinalarga o'xshagan chiqarilgan. Salonlar juda shinam, ixcham, qulay ishlangan. Xuddi shunday. Endi ko'p kishi kutishgan model. Endi aka ko'p kishi faqat 5 kishilik bizga kerak, 5 kishilik kerak dedi. Aslida aka Suis S07 bilan S09 modellarimiz ham 7 kishilik edi. 5 kishilik bo'lib biladi. 5 kishilik bo'lib biladi. Endi aka biz ham o'ylamiz kichik, 3-4 kishi deganlar uchun bu modelimizni ham keltirib qo'ydik. Bu aka eng asosiy narsani aytib o'taman, 540 kamera mavjud. Ya'ni 540. Ha, 540. Ya'ni aka mashinangizning pastini, polni tashqi ko'rinishlarini sizga ko'rsatib beradi. Bagaj ob'yemi bunga ham aka 500 litrni tashkil etadi. Undan tashqari bu mashinamizda ham aka pastga zapas, xodlari, damkrat kulishlari, hamma jihozlari aka o'zida mavjud. Tushunarli. Asosiy farqlari dvigatelda. Lazbek puli aka buni 364 million so'm hisoblanadi. Undan tashqari aka 20 million so'm chegirma evaziga xarid qilib olishlari mumkin. Xohlasalar rassrochka evaziga. Xohlasalar rassrochkaga. Xuddi shunday aka. Xuddi shunday. Endi asosiy farqi dvigatelda hamda aka ballonlarda farq qiladi. Diskalarda bir ikkita navorotida farq bor. Xuddi shunday aka, lekin mashinamizda aytib o'tganimizdek tashqi ko'rinishi bir xil. Tashqi ko'rinishdan aka ajratib bo'lmaydi. Xo'sh, gibridini ham bir ko'rsatib ketding. Ana bu aka gibrid pozitsiyasi hisoblanadi. Men bitta gibrid pozitsiyasiga bitta ta'rif berib o'taman. Xo'sh. Bu mashinamiz aka tokdan harakatlana oladi, undan tashqari benzindan. Tok bilan benzinni qo'shgan holatda mashinamiz 1400 km/s yo'lni bosib o'tadi aka. Tokni o'zi bilan 250 km yo'lni bosib o'tadi. Bu degani 15 ming so'm bilan siz bemalol aka shaharni bir 4 kun aylanishingiz mumkin aka. 15 ming so'm evaziga 250 km/s yo'lni bosib o'tadi. Undan tashqari bunga motorga kelsak, Brol turbina motor bor aka bunga. Brol turbo motor. Brol turbo motor, undan tashqari o'zini alohida tokli motori mavjud. Tokli motor. O't kuchiga kelsak, mashinamizga naqd 360 ta o't kuchi aka. 360 o't kuchi. Shunday, 360 ta o't kuchi bu degani bu mashina uchun juda ham ideal. Shu govdasiga. Xuddi shunday, 360 aka bu. Ko'p-da bu. Xuddi shunday. Undan tashqari aka rasxodiga kelsak, shahar ichida 4 litr rasxod qiladi, dalnida esa aka 3 litr. 3 litr. Bu aka sarflashga tilojiz obunachilar. S09 dan ham o't kuchi ko'proq ekanda bu. S09 dan ham o't kuchi ko'p. 290 tamida S09. Bu gibrid pozitsiyasi ko'rib turibsizlar. Diskalari ham boshqacha ekan buni. 20 dyumli diskalarda aka bitta salon ichini bitta obunachilarga ham ko'rsatib o'tsak. Orqa taraflari oldisi bir xil. Xuddi shunday. Kuzov bir xil. Salon dizayni juda ham chiroyli ishlangan aka. Boshqacha ekan. Kirishlaringiz mumkin. Qarang aka, polni голосовой управлениялari bor aka, aytib o'tganman, холодильник deysizmi, двухзонный klimat kontrol, elektronli sidenalar aka. Polasa rejimi. Xuddi shunday barcha funksiyalar bor. Undan tashqari aka sidenalarda podushkalari ham mavjud. Bemalol aka podushkalari chiqqan holatda o'tirsangiz bo'ladi aka. Например, bel og'riyotganlar uchun. Undan tashqari orqasi ham juda ham keng. Orqalari ham keng. Xuddi shunday. Kombinatsiya qilingan ko'jalar bilan ishlangan. Xuddi shunday aka. Qanaqa salon desalar taxlab beramiz. Qoraga shunaqa salon desalar 1 soatning ichiga aka o'tlarga rasmiylashtirib beramiz. 57 litr benzin ketaygan-a? Xuddi shunday. Ikkita zaryadka. Shunday. Undan tashqari bonusiga aka, bonusiga emas, shunday sovg'a tariqasida mana zaryadchik. Zaryadchiklarni ham beramiz aka. Bu zaryadchik bilan bemalol uy sharoitida quvvatlashlari mumkin 220 voltga. Undan tashqari mashinadan mashinaga ham zaryadga berishlari mumkin aka. Tushunarli.
Orqa taraflari. Mana Xuddi shu. ko'ryapsizlar. Nimalar bor? Bu mashinamizda ham Balon aka yamaydigan, domkrat ключ, akkumulyator aka, zaryadkalari, hamma jihozlari shu aka. Tushirdi o'zida. Xuddi shuni. Endi aka ko'p kishi kutishgan model shu aka. Batareykasi tagida, ha? Xuddi shu. Narxi necha pul chiqadi? Buni tan narxiga kelsak, buni tan narxi aka 421 million so'm hisoblanadi. Bundan tashqari aytib o'tganimdek aka 20 million so'mgacha chegirma evaziga xarid qilib olishlari mumkin. Birinchi kelgan 100 ta mijozlarimizga bonuslardan tashqari bonuslarni videoning oxirida aytib o'tamiz aka. Bonuslari ham bor alohida. Xuddi shuni. Yurishi ancha aqlli. Bu mashinamizda alohida o'zini obzor oldik S06 gibridiga. Xuddi shuni. Shahar ichida haydab ham ko'rdik, zo'r. Alohida obzorni ko'rasiz. Bitta narsa aytaman aka, mehkiligiga javob aka, bemalol suyiz buxor avtomobilga kelsinlar aka. Haydab, minib ko'rib, mashinani his qilgan holatda xarid qilib olishlari mumkin. Xohlasalar aka, mashinani chiqarib beramiz. Yamalarni ustidan haydasinlar aka, chuqurchalarning ustidan aka. Mashinaga bugarog yo'llardan bemalol mashinani his qilgan holatda xarid qilib olishlari mumkin aka. Gap yo'q. Kelasizlar, test drive xizmati bor. Xohlaganlaringizni haydab ko'rib. Xuddi shuni aka, shunday chiqarib beramiz aka, bemalol shu yarim soat haydayman desalar, yarim soat haydab kelsinlar, 1 soat haydayman desa, 1 soat haydab kelsinlar. Bu yana test drive unisi bepul aka. Bepul. Xuddi shuni. Tushunarli. Ko'rib turibsizlar, 20 milliondan chegirma asosida tan narxidan o'sha yangi kelgan mashinalarga ham yo'lga qo'yildi. Ana endi o'zimizda har doim obzor qiladigan S07, S09larni qisqa ma'lumotini berib o'tgan Lazbek. Xuddi shuni aka, Suiz S07 modelimiz xalq qizigan model hisoblanadi. Ya'ni 7 kishilik crossover. Bu mashinamizda trading xizmatlari ham mavjud. Yana bir aytib o'taman video davomida. Bemalol aka minib yurgan mashinalar bo'lsa, Suiz buxor avtomobiliga keltirsalar, biz bozor narxidan ancha yuqori narxga sotib olib, shunaqangi 7 kishilik crossover mashinamizni chiqarib beramiz aka. Bularga ham trading bormi? Barchasiga bor. Barchasiga bor. Barchasiga bor. Plus aytib o'tganimdek, bu mashinamizda aka Suiz S07 luxury pozitsiyasi hisoblanadi, ya'ni full pozitsiyasi. Bu mashinamizda Brolt turbina motor, 197 ta o't kuchi GDI dvigatel aka hisoblanadi. Undan tashqari aka, mashinamiz o't kuchiga kelsak, 197 ta o't kuchi, 20 dyumli balonlarda keladi. Plus бесключевой доступ, слепой зона aka, автопилот, самоторможение aka, cruise control, adaptivniy cruise control, обогрев руля, plus video registrator deysiz aka. Bu mashinamizga Climate control funksiyalarni sanasam aka, juda ham uzoq vaqt ketadi. Pamit xotiralari bor aka. Abduf obogrev har bitta eshikka alohida. Akustikalar ham soni hisoblanadi aka. Salonda xullas eng fuli. Xuddi shuna. Robot korobka. Xuddi shuna aka, salon ichi ham juda ham aka chiroyli ishlangan, Merc bilan полностью korobratsiya bo'lgan aka. 7 kishilik oilaviy mashina. Xuddi shuna. Narxi necha pul qilib beramiz? Buni tan narxi aka 403 million so'm aka. Undan tashqari bu mashinamizga biz aka naqd 35 million so'm chegirma qilib beramiz aka. 35 million so'm tanidan tushib berasizlar. Xuddi shuna, bemalol kelsinlar 35 million so'm tanidan tushib beramiz. Undan tashqari 540 kamera deysizmi, samotorможение deysizmi aka. Eng asosiysi mashinamizning tashqi ko'rinishi juda ham idealniy aka. Undan tashqari aka, bu mashinamiz aka eng oxirgi inomarka hisoblanadi. Ya'ni barcha mashinalardan eng chiroyli hamda qulay aka variantlarni o'ziga jalb etgan aka. Napример, tashqi ko'rinishi Ledzerga o'xshaydi, salon ichi полностью Merc bilan korobratsiya bo'lgan aka. Ya'ni eng qulay tarafi. Undan tashqari aka garantiyasiga ham qo'rqmasdan naqd 200 ming kilometr garantiya beramiz. Bemalol aka 200 ming kilometr bo'lguncha mashina bizning zimmamizda. Undan tashqari mashinaning o'ziga 6 yil garantiya beramiz. Aytib o'tganimdek, propan o'rnataman desalar, yana 1 yil mashinalarga qo'shib beramiz aka. Undan tashqari qo'shib beramiz. Xuddi shuna. Undan tashqari aka, ofitsialniy dilersiya Suiz Buxoro avtosalon bonuslarni, chegirmalarni faqat biz qilib beramiz. Nimagaki, birinchi katta dilersiya Buxoroda hisoblanadi. Ofitsialniy avtoservisimiz ham mavjud. Aka, motordan boshlab xohlagan zapchast narsalari bor aka. Hamma narsasi bor. Xuddi shuna. Ana endi komfort pozitsiyasini qisqa tanishtirib bersang. Bu mashinamiz aka S07. Suiz S07 ni komfort pozitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni u bilan buni tashqi ko'rinishlari bir xil. Tashqi ko'rinishlari bir xil. Asosiy farqlari motorda hisoblanadi, dvigatelda. Ya'ni bu mashinamiz 1.5 turbina motor, 156 ta o't kuchi MPI dvigatel hisoblanadi. Ya'ni 100% gazga ishlaydi aka mashinamiz. Benzin sarflamagan holatda. Gaz bu bo'lsa 100% juda ham ekonomni yaxshi ko'rayotgan akalarimiz uchun bemalol aka Suiz S07 komfort pozitsiyasi o'shalarga mos keladi. Bu mashinamiz aka tezlikni o'ziga jalb etgan, undan tashqari komfortni, qulaylikni aka uchtasini bir qilib berayotgan mashina shu aka. Mana. Ham ekonomishni. Xuddi shuna aka. Bu ham aka balonlar 20 dyumli balonlarda keladi. Ya'ni katta balonlarda salon ichiga ham e'tibor bersangiz aka, bu salon ichi ham Merc bilan korobratsiya bo'lgan.
Komfort aka pozitsiyasida mashinamizni ham birinchi pozitsiyasiga qaramasdan salon ichi koja, start stop, lukni o'zi emas, polni panoramli luk aka. Panoramli luk. Aksariyat mashinalarning birinchi pozitsiyasida salon ichlari latta holatda keladi. Yo, bez Start panoramli. stop bo'lmaydi, bez panoramli luklarda keladi. Tushunarli. Undan tashqari bu mashinamizda голосовой управление, cruise control, 360 barlarda kamera. xolodilniklari bor, 360 kamera, xuddi shunday. Plus elektronli bagaj. Bagajni aka bemalol salonning ichidan ham ochib yopib bilasiz. Xohlasangiz pultdan ham, plus elektron tarzda aka. Elektronli hamma joyi. Hamma joyi elektron. Xuddi shunday. Aytib o'tganimda aka mashinani xohlasangiz aka 7 kishilik qilib haydaysiz aka, xohlasangiz 5 kishilik qilib haydaysiz aka. Ya'ni uzoqroq yo'llarga, bironta sayrlarga chiqqan payt juda ham udobniy mashina hisoblanadi. Bemalol 7 kishilik qilib, bemalol sayohatga chiqib kelsalar bo'ladi aka. Tushunarli. Endi ko'p kishi aksariyat odamlar aka shu 2 yil davomida faqat mashinasini 7 kishiga almashtirib, keng mashina aka. Keng. Shunday любой har bir holatda mashinaga любой kishini sig'dira oladi aka. Bemalol oilaviy ketsa bo'ladi. Bu mashinamizda ham aka shtorkalari, domkrat qo'yishlari, barcha jihozlari aka yuzda bor. Undan tashqari aytib o'tganimda elektronli bagaj. Birinchi pozitsiyasiga qaramasdan. Shu paytgacha eng ko'p sotilayotgan S07 komfort pozitsiyasi shunaqa. Xuddi shunday aka, xuddi shunday. Narxi ham aka juda ham idealnida aka, qarang. Ideal narxda. Xuddi shunday aka, 7 kishilik crossover mashina aka, Germaniya mahsuloti. Undan tashqari motorlariga, shunaqa gavdasiga aka, mashinamiz uzunligi 490 aka, salkam 5 metr aka mashinamiz uzunligi. Mashinamizning tan narxiga kelsak aka, mashinamizning tan narxi 364 million so'm hisoblanadi aka. Chegirmasi bilan-chi? Lava? Chegirmasi bilan-chi? Chegirmasi bilan akajon naqd 341 million so'mga chiqarib beraman aka. Yana chegirma qilib olmaysanmi? Aka, yana chegirma qilib beramiz aka, agar sizni kanalingizdan kelishsalar. Telefon qilishsa. Xuddi shunday aka, bemalol YouTube'dan telefon qilib ko'rdim o'zimiz deb so'rab kelgan kanallar, o'zimiz so'rab kelgan obunachilarga chegirma qilib, bonuslarni qilib beraman aka. Lazbekni ko'rib keldim, chegirma qilib bering deganlarga chegirma qilib berasan. Xuddi shunday. Endi bonuslarni oxiriga yana bitta aytib o'tamiz aka. Ko'rganimizda Suis S07 ning komfort pozitsiyasi. Endi keling bitta yanada bahaybatliroq mashinalarimizga o'tsak, aynan Suis S09 mashinasi. Bir bor ma'lumot uchun aytib o'taman, mashinamizning uzunligiga kelsak 5 metr hisoblanadi. Ya'ni juda ham bahaybat, uzun katta mashina aka. Yana ham hashamat izlaganlar uchun. Xuddi shunday aka, ko'rib turgan modeli Suis S09 Comfort Plus pozitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu mashinamizda 1.6 turbina motor, 197 ta o't kuchi aka. Undan tashqari GDI dvigatel. Bosh firma Germaniya mahsuloti. Undan tashqari 540 kameralar mavjud, samotarmajeniya, avtopilot, balonlarga ham e'tibor bersangiz 20 dyumli balonlarda keladi. Xuddi shunday. Undan tashqari nezavisin podveskalar, har bitta balon alohida ishlaydi, 4 ta balon o'zini sovutadi. Aka, bitta buni salon ichiga bitta baho bering aka, juda ham neapishli. Uzunligi travers deydi, почти Xuddi shunday. Mana salonlari idealniy, kojinni полностью. Xuddi shunday aka, bordovoy salonda keladi aka. Izlangan. Xuddi shunday. Akustikalari ham Sony aka. Bemalol monitorning o'ziga YouTube, CarPlay, antiradalarni chiqarib ishlatsalar bo'ladi aka. Undan muammosi yo'q. Xo'sh, Comfort Plus bu. Shunday, Comfort Plus pozitsiyasi. Bronz turbosi. Xuddi shunday. Qancha bu narxi? Buni tan narxi aka, shu gavdasiga, shu funksiyalariga tan narxi aka 403 million so'm hisoblanadi. 403 million so'm. Xuddi shunday. Undan tashqari aka 30 million so'm chegirma qilib beraman aka. Bonuslardan tashqari aka bunaqa chegirmalarni faqat Suis Buxoro avtomobil 370 millionlarga to'g'ri keladi, shunaqami? Bemalol, xuddi shunday. Gap yo'q. Bemalol telefon qilasizlar, Suis Buxoro avtosaloniga kelib test drive qilasizlar. Xuddi shunday. Endi aka, keling bitta S19 gibrid pozitsiyalariga o'tsak, ya'ni juda ham bahaybatliroq mashinalarga. 2 turbosi qolmadimi buni? Yana ana shu ma'lumot tariqasida o'zi aytib o'taman. 2 turbosini hozirgina sotdik aka. Salon ichidan o'zi chiqardik. 22 Suis S19 gibrid pozitsiyasini tiqdik. Xuddi shu tashqi ko'rinish, asosiy farqi motorda hisoblanadi. 2 turbina motorligi ham bor buni. Motori 2 turbina motor, 254 ta o't kuchi, hamda u aka Michelin balonlar bilan keladi aka. Zavodskoy Michelin balon. Xuddi shunday. Shunda 2 turbina motorligi ham bor. Qora rang esa qora rang. Xuddi shunday. Sotuvga bor, telefon qilsalaringiz bo'ladi. Xuddi shunday. O't kuchini sevadiganlar uchun bemalol aka, undan oldingi videolarni ham ko'rsalar. Shunday. 2 turbina uchun biz ma'lumot berib o'tganmiz. O'shanisidan ham bor sotuvga. Xuddi shunday aka. Uni tan narxiga kelsak, uni tan narxi 429 million so'm hisoblanadi. Undan tashqari 35 million so'm chegirmasi bor. 35 million yana chegirma qilib beradilar. Aka, mashinamizga qarang aka, qarang. Zo'r, salon. Ham idealniy aka. Idealniy. Xuddi shunday. Materiallar sifatli ishlangan. Xuddi juda keng, juda bahaybat mashina. Xuddi shunday aka. Eng asosiysi mashina juda ham katta aka, 5 metrlik mashina aka. Gibridlarni ko'rsatib bergan bo'lmasa, gibridlarga keldik.
videomizda qisqa lo'nda asosiy kerakli joylarini aytib Xuddi beramiz. shunday. Xuddi shunday endi biz ko'p gapirib o'tirmaymiz. Shunday. Qisqa va lo'nda telefon bilan ko'rsatib beramiz. Undan tashqari aka, pastga nomer qoldiramiz. Nima ma'lumotlari qiziq bo'lsa, bemalol bog'lanib so'rab olishlari mumkin. Tushunarli. Xuddi shunday. Gibrid pastamiz ikki xil pastadan iborat aka, Max hamda Pro. Ana bu ko'rib turgan modelingiz Pro pastasi hisoblanadi, ya'ni birinchi pastasi. Bu mashinamiz ham tok bilan harakatlanadi, undan tashqari benzindan. Benzin bilan harakatlanayotgan paytingizda tokni o'ziga zarar beradi, o'zini o'zi quvvatlaydi. O'zini o'zi. Xuddi shunday. Undan tashqari tok bilan benzinni qo'shgan holatda mashinamiz 1300 km/h yo'lni bosadi, tokni o'zi bilan 200 km/h yo'lni bosib o'tadi. Tokni o'zi bilan. Xuddi shunday. Rasxodi shu galdasiga shahar ichida 5 litr rasxod qiladi, dalnida esa 4 litr rasxod qiladi aka. 4 litr rasxod qiladi, gibrid varianti. Xuddi shunday. Endi aka, Shu menga galdasiga. katta mashina bo'lsin, ekonom mashina bo'lsa desalar, aynan Swiss S9 mashinasi. Bu Tikon rasxodini qiladi demak shu g'o'dasiga. Xuddi shunday aka, buni ham saloniga bitta e'tibor bering aka. Qanaqa salon xohlasa chiqarib beramiz aka. Qanaqa rang salon bo'lsa ham zakaz qilsangizlar bo'ladi, xohlasalaringiz mana bunaqa. Xuddi shunday. Xohlasalaringiz qora salon, xohlasalaringiz bordoviy. Xuddi shunday aka, bemalol yana bitta aytib o'taman ma'lumot uchun, salon ichi uchun, rang uchun pul to'lab o'tirishmaydi aka. Swiss Shuna kelinglar, qanaqa salon, qanaqa aka rang 1 soat ichida o'tlarga rasmiylashtirib beramiz aka. Mijozlar uchun barcha qulaylik yaratilgan, hamma shart-sharoit bu. To'lov usulida deysizlarmi, mashina tanlashda deysizlarmi? Xuddi shunday aka. Hammasida bu. Xuddi shunday. Gibridni Prosini narxini necha pul qilib beryapsizlar? Buni tan narxi aka 474 million so'm hisoblanadi. Undan tashqari 474 aka million so'm. 60 milliongacha chegirma evaziga xarid qilib bo'lishlari mumkin aka. Lekin bitta narsani aytib o'taman. Xo'sh. Soni chegaralangan aka, bemalol telefon qilib, naq 60 milliongacha chegirma evaziga chiqarib beramiz aka. 60 milliongacha. Gap aka. Bitta Spark pulini o'tib Bitta berasan. Spark pulini o'tib beraman aka. Bonuslardan tashqari bonuslarni qo'yishsak aka bitta Cobalt pul chiqib kelsa kerak. Soni cheklanmaganmi yo? Endi soni cheklangan aka. Soni cheklangan. Agar soni tugab qolgan taqdirda ham biz aka chegirma evaziga bemalol chiqarib beramiz aka. Endi 60 million javob bo'lmasa ham naqd 30 million, 25 million skidka evaziga xarid qilsalar. Chegirma doim bo'ladi, lekin chegirmani kattalari kam bo'ladi. Hozir shunday. Naqd 60 million chegirma evaziga xarid qilib olsalar bo'ladi aka. Davay Lazbek. Max-chi, eng fulichi. Endi aka eng full bilan birinchi paysasini farqi aka. Xo'sh. Asosiy farqi salon ichidagi funksiyalariga, motor bilan rasxodlari, tashqi ko'rinishi, uzunligi, balonlari hamma deyarli barcha joylari bir xil. Asosiy aka salon ichidagi funksiyasiga farq qiladi aka. Funksiyalaridan? Ha. Nima funksiyalari qo'shilgan bunda? Endi bunda aka pamit xotirasi qo'shilgan. Ha, pamit sideniya. Ichida mo'ljallarga pamit sideniyasi qo'shilgan. Undan tashqari aka salon podsvetkalari bunga xohlagan rangingizga almashtirishingiz mumkin aka. Xohlagan rangida qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunday. Buni dizayni ham sal boshqacharoq mavjud. Bir ikkita detallarida boshqacha ishlov berilgan. Xuddi shunday, lekin rasxodlari mashinamizda yurishi bir xil aka. Bir xil. Kengligini qaranglar, bu mashinadan olib minish kerak faqat. Duxspalnida aka, bu bemalol aka duxspalga qilib Orqa mestalarni yotqizganda xuddi shunday. Juda keng bo'ladi. Xuddi shunday, slipoy zona, beskuluchvoy dostуп, barcha funksiyalari mavjud aka. Bu mashinalarimizga ham 7 yil kafolatmi? Xuddi shunday aka, 7 yil motoriga naqd 200 ming kilometr kafolat aka. 200 ming kilometr. Xuddi shunday aka. Bu mashinamiz tan narxiga kelsak 494 million so'm hisoblanadi. Endi yana bitta narsani aytib o'taman aka. 70 million chegirma qilib beraman aka. 424 millionga chiqarib berasan. Aka, mayli ha shunday aka 422 million so'mga chiqarib bersam nima deysiz aka? Yana 2 million. Ana. Sizning obunachilaringiz uchun lekin bu narsa. 72 million chegirma. Xuddi shunday, lekin telefon qilib aytsin aka. YouTube'dan ko'rdim, Lazbekni ko'rdim deb. Xuddi shunday. Gap yo'q. Yana 2 million so'm o'tib beraman aka. Bonuslardan tashqari aka, bonuslarni ham qilib beraman aka. Qara, foiz penasiz rastroshkaga ham qilib berasizlarmi? Rastroshkaga endi aka mashinamiz tan narxida chiqadi, bemalol kelsalar aka. Chiroyli qilib aka, chiroyli aka bitta narsani aytaman. Siz Buxoro avtosalonga kelib, bironta mijozlarimiz norozi bo'lib ketishmagan. Hammalarini maksimal qo'limizdan kelguncha xursand qilib yuboramiz aka. Gap yo'q, bemalol kelasizlar, bosh to'lovlarni Xuddi shunday. 25% dan boshlab bosh to'lov qilsalaringiz bo'ladi. Xuddi shunday aka. Istalgan birini muddatli to'lovga, xohlasalaringiz foiz, nima deydi, foizlari imtiyozli avtokreditlarga olib ketsangizlar bo'ladi. Mashinalarimiz soni cheklanmagan, ranglaridan assortimenti bor. Xuddi shunday aka, bemalol hammalarini Siz Buxoro avtosaloniga kutib qolamiz. Bitta nimalarni ham ko'rsatgin, polik, ana paroklarni. Aka, polliklar bular bonus tariqasida, sovg'a tariqasida Ha, beramiz bular aka. pulli emasmi? Aka, Bonusiga. Shu aka, polliklarni qarang, qana aka. Mashina olsa shuni qo'shib berasizlarmi? Shunday arzon polliklardan bermaymiz aka. Buni qarang, polliklarni undan tashqari Evator aka, polliklar. xohlagan ranglari bor. Zakaz qilsam bo'ladi. Shunday bemalol radiator setkalarni o'rnatib beramiz, paroklarni qo'yib beramiz aka. Qara, paroklari bepul qo'yib berasizlarmi? Aka, bepul, besplatni qo'yib beramiz aka. Bu bonus tariqasida biz beramiz.
oxirida parogni qo'yib berasizlar. Agar shunday chiqaramiz, agar Kelishib bo'lgandan paroqchani xuddi shunday. Gap yo'q. Bonus tariqasida. Tayyor turibdi parog. Tonirovkasini ham urib beramiz aka. Tonirovkasini Pulga urib beramiz aka tonirovkani. Zapchastlarini so'raganlarga mana filtrlari, masta filtrlari. Endi aka bu asosiy zapchastlarimiz servisda mavjud. Endi biz aka qisqacha qilib chiqarib qo'yganmiz aka. Demak, Xuddi shu. assortiment bor. Xuddi shunday. Zapchastdan muammo yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q aka. Kelib, hammasini shu yerda o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Bemalol aka. Gap Bemalol yo'q. kelsalar cho'g'ri qilib beramiz aka. Qo'lga Katta rahmat. Charchamanglar. aka. Keyingi videoda ham bir yaxshiroq chegirma kutamiz endi. Gap yo'q aka, keyingi videolarda juda ham olovli bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom eting aka. Bitta like bosishni unutmanglar. Lazizbek, gap yo'q. Aka, Sog' bo'ling, ishlaga omading.